Kia Sirdaryo sizlarga Kia K8, Kia Carnival, Kia Sorento avtomobillarining yangilangan versiyalariga rassrochkalar ochiq ekanligini e'lon qiladi. Foizga mashina olmayman deganlar uchun yaxshi imkoniyat. Kia Sirdaryo hech qanday foizlarsiz avtomobilning o'zini narxini rassrochkaga bo'lib to'lashga taqdim etadi. Hech qanday ish joyidan hujjat, dokument kerak emas. Bitta pasport olib kelasiz bo'ldi. Misol uchun Kia Carnival avtomobilimizni siz 40% boshlang'ich to'lov bilan 12 oyga, 50% boshlang'ich to'lov bilan siz 15 oyga, 60% boshlang'ich to'lov bilan 22 oygacha muddat to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Qani davom etamiz. Ushbu Kia K8 yangilangan versiyasining tan narxi 789 million 900 ming so'm. Ushbu narxga hech qanday foizlarsiz bemalol kelib rassrochka xarid qilsangiz bo'ladi. Boshlang'ich 40% bilan 12 oyga, 50% boshlang'ich to'lov bilan 15 oyga, 60% boshlang'ich to'lov bilan siz 22 oyga rassrochkaga rasmiylashtirish imkoniyatingiz mavjud. Davom etamiz. Kia Sorento avtomobilimizning full variantini endi siz 30% boshlang'ich to'lov bilan 15 oyga, 40% boshlang'ich to'lov bilan 18 oyga, 50-60% boshlang'ich to'lov bilan siz 24 oyga muddat to'lovga hech qanday foizlarsiz rasmiylashtirishingiz mumkin. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Kia Sirdaryo avtosalonimizga tashrif buyurib, test drive xizmatlarimizdan foydalangan holda o'zingizga kerakli bo'lgan qiziqayotgan avtomobilingizni rasmiylashtiring. Kia, movement that inspires.